Prixoshkaga shunaqa katta oyna qilish oxirgi paytda juda moda bo'lib qoldi o'rtoqlar, sezayotgan bo'lsanglar. Yunusobod tumani 15-kvartal kelganmiz. Turkiston metrosi 300 metr pastroqda joylashgan xonadonimizga chiqqan 4 qavatli domimizni 4-qavatidan 4 xonali, umumiy maydoni 82 kvadratdan iborat, remontlari ham yaxshi holatda, bemalol kirib yashasanglar bo'ladigan xonadonimizga chiqqan. Narxini har doimgidek sizlarni kuttirmasdan aytaman, bilasizlar-ku. Narxi $83,500 qo'ygan o'rtoqlar. Ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar va albatta videomizga like bosib esingizdan chiqmasin va Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi to'liq obzor ko'ramiz. Главный prixoshkamiz, главный xop eshigimiz, eshikdagi kattagina oynalar qo'yilgan ekan. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Mana birinchi spalni xonamiz. Hamma yoqda akvaronlar bor. Sanuzlimiz, ya'ni hojatxonamiz, uni chashaganlik qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yoq tomon razdelniy hammomimiz, sanuzl razdelniy bu yoqda. Xo'p, bu yoq tomonda mana ko'rishinglar mumkin, kattagina zal xonamiz. Xo'p, bu yoqda balkonimiz mana 1.5 ga 6 bo'ladi balkonimiz. Hamma yoqda akvaronlar qo'yib ketilgan. Bu yoqni mana kuxonniy zona qilib qo'yishgan ekan uy egalari. Juda ham chiroyli yechim qilingan. Xo'p, bu planirovkada zal bilan keyingi xonamiz, yana bitta spalni xonamiz mana bir xil razmerda bo'ladi. Bu yoq ham 315 ga 520 bo'ladi, bu yoq tomon ham 315 ga 520 bo'ladi. Xo'p, bu yoqda yana bitta spalni xonamiz mana o'rtoqlar ko'rishinglar mumkin. Remontlari yaxshi holatda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa yaxshi lokatsiyadan to'rt xona qidirib olgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esingizdan chiqmasin. Uy-chuy, salomchi, maxsus salomat bo'ling.